Biz umrimizning 4dan 3 qismini to'y qilish uchun hamda uy qurish uchun, shuningdek, bekorchi urf-odatlarga sarflar ekanmiz. Bizda hatto azalar, ma'rakalar bilan bog'liq rasm-rusumlar ham anchagina qimmatga tushadi. Boshqacha aytganda, cho'ntakning ham, asabning ham sho'ri, umrning esa zavoli. To'ylar bilan bog'liq og'riqli jihatlarimiz juda ham ko'p-da. Chaqaloq dunyoga kelishi bilan bir oilani bilaman, to'y qilishim kerak, xatni to'y qilishim kerak, elga osh berishim kerak degan fikrlarda aytgan oila. Ikkita kontraktda shartnomada o'qiydigan talabam bor. Endigina to'y qildik. Xudo ozgina o'tsin vaqt desa, yo'q, meni orzu-havasim bor. Bittagina o'g'lim, bittagina endi nabiram. To'y qilishim kerak. Qiz yig'lab boradi, ora kunda yig'lab boradi. Ona Xudoga bunday qilasiz ekan, ona kuyovingizga bunaqa sarpo qilasiz ekan. Ona bu ham bo'layotgan voqeada, bu ko'z yumib bo'lmaydigan og'riqda bular. Va oxiri u ayol o'sha to'yda o'tkazish arafasida yuragi ushadi-da, infarkt bo'ldi. Afsuski olamdan ko'z yumdi ona. O'sha to'y bo'ldi, to'yda o'tkazayotgan qaynona Xudo aytayaptiki, to'yni ko'rib qola olmadi-da, shuncha harakat qildik-da. Oddiygina bir inson aynan to'y mojarosi bilan bu dunyodan ko'z yumyapti, lekin loqaydlarcha mana to'yni ko'rib qolish nasib qilmadi-da, Xudomga degan gapni aytayapti ekan mehmonlarga. To'ylar borasida jiddiy o'ylaydigan fursat allaqachon keldi va uyg'oq bo'lishimiz kerak. Jamiyatimizdagi mana shunday ortiqcha isrofgarchiliklarga birgalikda barham berish maqsadida Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbekiston mahallalari uyushmasi, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, O'zbekiston Musulmonlar idorasi, Nuroniy jamg'armasi hamda ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati va boshqa qator tashkilotlar ishtirokida joriy yilning noyabr-dekabr oylarida mamlakatimiz bo'ylab maromiylik oyligiga start berildi. Oylik doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo'ylab milliy qadriyatlarga hurmat, jamiyatda kamtarinlik, tejamkorlik madaniyatini kuchaytirishga qaratilgan 10 ga yaqin ijtimoiy ma'naviy loyihalar, seminar, treninglar, ochiq muloqot va uchrashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Bu har bir oilaga, mahallaga, chekka hududlargacha kirib boriladi degani. 9008 ta mahallaga bir ijobiy ma'naviy yurish qilishimiz kerak. Ayniqsa dafn marosimlaridagi dabdabalar, u ota-onasi o'lgan odam xursand bo'lyaptimi? Ota-onasi o'lgandan siz yozgan dasturxonni ko'rib. Bugungi isrofgarchiliklar, to'ydagi dabdabalar na bizni dunyoviy qonun-qoidamizga, na diniy qonun-qoidamizga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan holatlar yuz beryapti. To'y hashamlarini ixchamlashtirish bo'yicha ilmiy loyiha o'tkazdik. 9 ta hududda 1,5 ming respondentni qamrab oldik. Aholini deyarli 70% ga yaqini ixchamlashtirish tarafdori. Bugungi mahallada ham to'y hashamlari bo'yicha komissiya tuzishimiz kerak. To'y qilayotgan, hasham qilayotgan odam mahallaga chiqqanda shular yig'ilib turib, sharoiti qanaqa, imkoniyati bormi, yo'qmi, mana bularga yo'naltirsak, yana nur ustiga alo nur bo'ladi. Xo'sh, keraksiz odatlardan voz kechsak, hayotimizda qanday ijobiy o'zgarishlar bo'ladi? Ortiqcha mablag'ni aslida nimalarga sarf qilmoq joiz? Bu haqda ko'p va xo'p gapirilmoqda. Endilikda bu ishga jiddiy kirishiladi. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 16-sentyabrdagi umumiy ovqatlanish korxonalarida hosil bo'ladigan oziq-ovqat chiqindilaridan samarali foydalanish va ularning atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish hamda ortiqcha isrofgarchiliklarning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori imzolandi. Jamiyatda aynan maromiylik madaniyatini keng targ'ib etish, fuqarolarga me'yorni saqlash, ortiqcha isrofgarchilikdan tiyilish, shukronalik va bag'rikenglik kabi yuksak insoniy fazilatlarni hayot mezoniga aylantirish natijada jamiyatda totuvlik, hamjihatlik va ma'naviy barqarorlikni ta'minlashga erishishi ko'zda tutilmoqda. Xalqimizni farovon yashashi uchun, o'zimizdagi asl qadriyatlari asrab qolish uchun mana shunday holatlardan agar o'zimiz kurashib, o'zimiz forig' bo'lmasak, bizga hech kim yordam bermaydi. Ana shu uchun biz hozir fikrimizda, ongimizda, ruhiyatimizda uyg'oqlikni hosil qilib, biz bor ilmimizni, mehnatimizni to'g'ri hayot kechirish yo'nalishiga olib chiqishimiz kerak. 100 million, 200 million boringki, undan ko'p sarflaydigan narsani bolani ma'rifati uchun, ilm yoki hunar o'rganish uchun sarflasa qanday yaxshi. Uchrashuvda ta'kidlandiki, aksar fuqarolarga tanlash imkoni berilsa, to'yga deb yig'gan pulini ta'limga, sayohatga, sog'ligini tiklashga, biznesga sarmoya qilishga tayyor. Hasanboy Komilov to'ydagi ortiqcha xarajatni kelajakka investitsiya qildi. U isrofgarchilik o'rniga o'zining mustaqil biznesini yo'lga qo'ydi. Natija uzoq kutib turmadi. Oila farovonlikka yuz tutdi. Ana shunday. Hamma gap o'zimizda. Oz bo'lsa yetadi, ko'p bo'lsa ketadi. Kamaytirsak, to'ydan keyin yashashing ham a'lo bo'lsin.
to'ydan qarz bilan chiqmaylik. 1000 qarz bo'lmagan taqdirda ham nolga tushib qolib nima bo'lmaylik. Qishamgina qilganmiz. Bundan 4 oy oldin chaqaloqli bo'lganman. Chaqalog'imni ham olib chiqishdan o'zimni mashinam Damas'imni olib chiqqanman. Bu narsalarni, marosimlarni kamaytirgan yaxshi menimcha. Dabdababozlikni, kibr havoni, manmanlikni, eng yomon ortiqcha isrofni to'xtatish bu jarimalar bilan, har qanday jazolarni qo'llash bilan to'xtatib bo'lmaydi. Buni insonni qalbiga, ongiga ta'sir qilish bilan, yuragiga ta'sir qilish bilan, tushuntirish ishlari bilan va eng muhimi namuna bo'lish ishlari bilan amalga oshirish mumkin. Namuna kimdan boshlanadi? O'sha mahallada masalan aytib tursa, mahalla raisi qichon qilaylik deb aytib tursa, o'zi bu yoqdan juda dabdabali to'y qilsa, bu o'zining natijasini bermaydi. Biz birinchi bo'lib o'sha namuna ko'rsatishdi. Maromiylikni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Mo'ljalni, ma'rifatni qo'ya bilsak, ma'rifatni mo'ljal qilgan odamga boshqa oshchi tushuntirish hojati yo'q. Ma'rifatli odamni o'zi bilib belgilaydi mo'ljalni. O'sha to'yga sarflaydigan katta kapital qo'yilmasini bolasini o'qishiga sarflaydi yoki o'sha vatanparvarlik nuqtai nazaridan yurtini, ostonasini, mahallasini yuksalishiga sarflaydi. Demak, birinchi omil otalar, onalar, oilalar, insonlar dunyoqarashini o'zgartirish masalasi turadi. Zero ongni o'zgartirmay hech qachon jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi. Joriy yilning 19-20 kunlari yuksalish harakati o'tkazgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, har 4-chi o'zbekistonlikdan biri to'y o'tkazish uchun qarz oladi. Respondentlarning 25,1% to'yni moliyalashtirish uchun qarzga yuz tutadi. Ko'pchilikda to'y xarajatlari 50-100 million so'm atrofida bo'lib, bu ko'p oilalar uchun yillik daromadga teng. Elga to'y berish majburiyati, uyatdan qo'rqish va katta yoshdagi ota-onalarning talablari ko'pincha yoshlarni va ularning yaqinlarini ortiqcha xarajat qilishga majbur qilmoqda. Atrofdagi to'ylar, mahalla ko'ylagi bo'ladigan holatlarni eshitib ba'zan o'ylanib qolaman. Bunga kim sababchi deb o'ylagan savolga men o'zimning fikrim bu. Onalarimiz deb o'ylayman. Har bir xonadonda chiroyli to'y, chiroyli hayot bo'lishini o'ylasa, bu narsaga ozgina cheklov bo'lsa yaxshi bo'lar deb o'ylayman. Ayollarimiz qizlarini ilmli, har tomonlama mukammal qilib tayyorladim oilaga deb o'yladim. Menimcha bu yerda ozgina kemtik joylari bor deb o'ylayman. Mana shu kemtiklikni menimcha ayollar to'g'rilasa bo'ladi. Yoshlarni o'zlariga yoqadigan, o'ziga yaqin do'stlari bilan, o'zini yaqin insonlari bilan qilsa menimcha yaxshi bo'lardi. Bu chiqarilgan qarorni endi bundan buyog'iga butun O'zbekiston ayollar qo'llab-quvvatlasa, oxiri yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ba'zan esa aksincha, to'y mashmashasi yo'q, xoyu havaslarni yoshlarning o'zi boshlaydi. So'rovnomada qatnashganlarning 44,5% to'yda ortiqcha mablag' sarflanganidan afsuslanganini bildirgan. Faqat 6,7% kishi dabdabali to'yni qo'llab-quvvatlagan. Ziyolilar, olimlar, turli xil jamoatchilik vakillari, ota-onalar yoshlarimizga shu narsani singdirishimiz kerakki, ya'ni yaxshi yashash uchun, yaxshi oilaviy baxt topish uchun bu faqat moddiylikda emas ekanligi, bir-birini to'g'ri qabul qilishda ekanligini tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Yo'q, bizga dabdabali to'y kerak emas, yaxshigina, ixchamgina to'y bo'lsa bo'ldi. Baxtli bo'lsa bo'ldi, muhimi shu. Hamma orzu havasi edi-yu, shu orzu havasi tufayli ham ko'pchilik qarzga kirib ketadi-da. Biz 300 ta qilganmiz. 300 ta ko'p emasmi? Endi qarindosh urug' biri bo'lmasa biri debdi. Hamma puliga qarab qiladi deyman. Kamchilik qilib, undan ko'ra to'ydan keyin bu joyga olib borsa deyman. Orzu havas o'z yo'liga, orzu havas kichkina to'y bilan ham bo'rab, bunaqa juda oshirib yuborish ham kerak emas. Har bir o'tkaziladigan to'y ma'rakalarda, boshqa marosimda albatta nuroniyning roli bo'lishi kerak. Chunki biz katta tajribaga ega bo'lgan otaxonlar, onaxonlar agar shu to'ylarga aralashib, yoshlarimizni tartibga chaqirsak, men o'ylaymanki hammasi o'rniga tushadi. Kamtaroda to'ylarning afzalligini har qancha isbotlamaylik, ikki tomondan biri baribir odamlar nima deydi deya zo'rma-zo'rakilik bilan to'y o'tkazmoqda. Xo'sh, shunday bo'lishiga kim sababchi? Biz sun'iy idrokka yuzlanamiz. ChatGPT bizni yemiruvchi illatlar nimalardan namoyon? Sizni yemiruvchi illatlar bu haddan tashqari ko'p va befoyda sarflangan mablag'lar, dabdabali to'y qilishga intilish, shuningdek ma'rakalar, keraksiz urf-odatlar, odamlarning g'ayritabiiy harakatlar qilishi va uni raqs deb nomlashi, shuningdek isrof, ularning nomi va qamrovi keng. Bu ko'pincha oilalarga ortiqcha moliyaviy va axloqiy ma'naviy zarar keltiradi. Bu xatti-harakatlar nafaqat jamiyatning qadriyatlariga zarar keltiradi, balki umumiy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ixcham va oddiy to'y. Qolgan mablag'ni ta'lim yoki biznesga sarflash kerak.
Samarqandda to'ylar odatda katta va dabdabali tarzda o'tkaziladi, lekin bu katta isrofgarchiliklarga sabab bo'lmoqda. To'ylarga sarflagan pullarimizni farzandlarimiz kelajagi uchun, ularning bilim olishi uchun sarflaganimiz ma'qul deb hisoblayman. Afsuski, yana o'sha armisoqdan qolgan gap. Odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? Indama gapirma, ko'tarma boshni. Qatdan bo'lsa ham topish kerak to'yga. Nima deydi qo'ni qo'shni, zo'r qil oshni. Odamlar nima desa desin, tashlaylik qo'rqishni, o'ylashni, yashashni boshlaylik. Bugungi kunda yoshlarning oila qurishlari qiyin bo'lib ketgan. Nima uchun deydigan bo'lsangiz, sarf xarajat ko'payib ketgan. Hozir yechimini qilmasak, ertaga kech bo'ladi. Ma'raka marosimlarini dabdabozlikka berilib, buni aytaylik, juda bir ko'rkam o'tkazishliklar uchun qarz ko'taradilar yoki yillar davomida mehnat qilib, ishlab, qiydalib topgan mablag'larni bir kun, 2 kun ichida sarf qilib yuboradilar. Bu isrofgarchilik. Rahbarlarni, mas'ullarni o'zi birinchi bo'lib namuna bo'lgan bo'lsagina biz boshqalarni orqamizdan ergashtira olamiz. Ma'lumot berildiki, har yili 200 mingdan ortiq yoshlar nikohdan o'tadi. Ammo ularning qanchasi totuvlikda yashab ketyapti? Bu jiddiy masala va albatta barchamizning bosh og'rig'imiz. Qarzga botishga xizmat qilayotgan to'ylar, dang'illamalari ham ko'plab oilalarning inqiroziga yuz tutishga sabab bo'lmoqda. Bu afsuski achchiq haqiqat. Tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Yoshlar turmush atalmish mustaqil hayotga tayyormi? Afsuski yo'q. Bu navbatdagi lavhamizga mavzu. Bir narsa aniq, maromiylik, ortiqcha sarflarsiz hayot, xotirjamlik, salomatlik, farovonlik garovidir.